Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Xurshidbek bizga interrupt mavzusini tushuntirib beradi. Mikrokontrollerlarda. Assalomu alaykum. Xo'p, interrupt mavzusi bilan boshlaymiz videomizni. Demak, interrupt nima degani, shu haqida va protsessorlarda interrupt masalasi qanaqa bo'ladi, nima uchun kerak, shunga o'xshagan narsalarni gaplashmoqchimiz. Interrupt nima degani o'zi? Interrupt bu xalaqit berish degani. Siz bir ish qilib turganingizda sizni kimdir e'tiboringizni o'ziga tortib, nimadir muhim gap aytishi mumkin. Sizni e'tiboringizni boshqa joyga qaratish. Demak, protsessor masalasini ko'rsak, mana shu narsani protsessor deb oladigan bo'lsak, Central Processing Unitmi, shunga o'xshaydigan narsa deb olsak, buni vazifasi bor. Bu qanaqadir ko'pincha holatlarda input oladi, ya'ni ma'lumot qabul qiladi va chiqaradi. Bunga misollar ko'p. Mana bu yerda masalan inputga klaviaturalar bo'lishi mumkin, misol, bu yerga monitor misol bo'lishi mumkin, bu yerga sichqoncha yoki bunga o'xshaydigan kompyuterimizning ichida masalan internet bilan ishlaydigan ko'p narsalar bor. Xullas, juda ham ko'p vazifalarni bajarishi kerak bizning protsessorimiz. Va bu yerda ko'p vazifalarni bajarishda bir ish kerak bo'ladi. Masalan, bizni klaviaturamiz bor deylik. Klaviaturamiz bor. Buning ichida har xil knopkalar bo'ladi. Bizni bu har bitta knopkani joyini kelib protsessorimiz tekshirib turmaydi. Ya'ni agarda har bitta knopkamizni tekshirib tursa, bosildimi yo'qmi? Mana buni ikki dona o'zi knopkani ikki dona holati bo'ladi. Yo bosilgan bo'ladi, yo bosilmagan bo'ladi. Mana shu narsani har safar kelib, har bittasini tekshirib qaytib ketish bu juda ham ko'p vaqt oladi va protsessorimizda juda ham ko'p mehnat talab qiladi. Shunaqa holatlarda bizga interrupt degan chiroyli bir tushuncha kerak bo'ladi. Qachonki men mana shu kerakli klavishni bosganimda, knopkani bosganimda bu borib aytsin, bu yerda biz kerakli o'sha periferallarni ishlatgan bo'lamiz. Bu aytsin, xalaqit berib, e'tiborini tortib, protsessorimizni aytsin, men bosildim, mana bu narsani joyi o'zgardi deb bunga xabar berishimiz kerak. Va xabar berganimizda esa bu mana endi buni input sifatida qabul qilib, buni chiqarish kerak yoki buni protsess qilish kerak. Mana shu narsa. Bu xuddi budilnikka o'xshaydi. Hayotiy misol keltiradigan bo'lsak, biz o'zimizning ishlarimizni qilishimiz mumkin. Kun davomida o'zimizning rejalarimizni, o'qishlarimizni, ishlarimizni qilib yuramiz. Qaysidir paytda bizga masalan, deylik, ishxonada tanaffus bo'lishi mumkin. Soat 1 da tanaffus deyiladigan bo'lsa, soat 1 da budilnik qo'yib qo'yishingiz mumkin. Tanaffus vaqtini aytsin va men bu haqida o'ylamay, uni har deb vaqtga kelib soatni tekshirib turmay, u menga telefonim o'zi aytsin, men ungacha o'zimning ishlarimni qilay, chalg'imay degan ma'noda ishlatganimiz kabi interrupt mavzusi ham ishlatilinadi. Xullas, hozircha mana shu videomiz davomida yoki keyingi videolarimizda Bahromiddin bizga endi mikrokontrollerlarda MCUlarda aynan interrupt mavzusini tushuntiradilar. Vector table'lar yoki shunga o'xshaydigan interrupt qanday ishlatilishi, bu kompyuterimiz yongan paytida birinchi interruptlar nima bo'ladi, nima ishlatiladi, mana shu narsalarni tushuntiradilar. Rahmat. Mana aziz do'stlar, mana endi Bahromiddin videomiz davomida tushuntiradilar, tushunchalar berib o'tadilar. Boshlang Bahromiddin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Endi interruptni mikrokontrollerlarda qanday ishlashini tushunib o'tsak. Xo'sh, mikrokontrollerlarda ham oddiy CPU-larda, ya'ni oddiy kompyuterimizdagi CPU-lar bilan bir xil ishlaydi interruptlar. Xo'sh, interruptni Xurshidbek tushuntirib bergandek, bunda mikrokontrollerlarda ham maqsad CPU-ni, ya'ni CPU'ni, buni ham CPU deyiladi aslida. Hozirgi qilib turgan ishidan chalg'itish, ya'ni bironta ishni bajarib turganda CPU'miz bironta muhimroq ish kelib qolgan bo'lsa, masalan, kerak bo'lgan ishdan ish kelib chiqib qolsa, shunda
interrupt buni to'xtatadi CPUni va CPU o'sha muhim bo'lgan ishni bajarib kelib, yana o'zini joyiga qaytib nima qilayotgan bo'lsa, shuni davom ettirib ketadi. Xo'sh, masalan biz CPU bajarayotgan ishini shuni tushunsak bo'ladi. Concurrently bajaradi hamma instructionlar, ya'ni ketma-ket davom bajaradi. Xo'sh, mana shu joyga yetganda masalan interrupt keldi deb aytaylik to'g'rimi? Interrupt keladi, chalg'itadi, CPU to'xtatadi. CPU xuddi shu yerdagi hamma registerdagi valyularni stackga saqlaydi, stackga. Chunki keyin qaytib kelganda nima qilayotganini bilish uchun. Xo'sh, chalg'igandan keyin bu interrupt service routine degan narsa bor, ya'ni interrupt bo'lganda shunga mo'ljallangan ishni bajarish kerak. Shunda u interrupt service routine'ga saqlaydi. Interrupt service routine ham xuddi oddiy funksiyaga o'xshaydi. Uni ham instructionlari bor, qandaydir. Chizamizmi? Birma-bir bajarib oladi. Uni ham ISR deb chizib qo'yamiz. Interrupt service routine. Xo'sh, shu interrupt service routine deb bajarib bo'lgandan keyin CPU o'zini bajarayotgan joyiga qaytariladi. Ya'ni oldingi hamma narsalar, ya'ni stack, pointer, program counter, hamma narsalar yana qayta yuklanadi. Shunda u xuddiki hech narsa bo'lmagandek o'zi keyingi nimasini bajarib ketaveradi. Taskni instructionlar bajarib ketaveradi. Xo'sh. Endi spesifiklar olib qaraydigan bo'lsak, mikrokontrollerlardan masalan STM32 juda ham mashhur bo'lgan mikrokontroller. Unda ham interrupt vector table degan narsa bor, ya'ni interruptni har bittasi funksiyaga bo'lgan pointerlari vektorga joylab chiqariladi. Buni biz interrupt vector table desak. Bunda har xil vektor interruptlar bor o'zi STM32da. Masalan, UART interrupt, timer interrupt, SPI, I2C juda ham ko'p interruptlar bor. Shular hammasi mana shu vector table'ga qo'yib chiqilgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, shu vector table'ga pointerlar qo'yiladi. U pointerlar shu interrupt service routinelariga point turadi. Bu bizda interrupt vector table'da masalan interrupt vector tablesdek. Xo'sh, eng yuqori nuqtada bizda stack pointer turadi. Ya'ni hech mikrokontroller endi ishga tushganda birinchi bo'lib o'qilgan narsasi shu stack pointer bo'ladi. Keyingi turgan pointer bu reset handler. Ya'ni mikrokontroller endi ishga tushganda nima qilish kerakligi. Bu reset handler qanday funksiyaga point turadi. Bu yerda mikrokontroller masalan unga power berishimiz bilan u nima qilishni bilmaydi. Hali ishda nimadan boshlashni bilmaydi. Shuning uchun ham bu reset handler hammasini tushuntiradi. Nimani memoryga yuklashni, nimani main funksiyani qayerdaligini hammasini tushuntirib beradi. U asosiy vazifasi shu, ya'ni setup qilish. Ya'ni bizda programmamiz ishga tushgandan keyin unda qandaydir global variablelar, shu narsalar bo'lishi mumkin. Shularning hammasi o'zi bizda flash degan nima bor. Flash degan joydan olib memoryga joylanadigan narsalarni qo'yadi. Va bu oxirida bu interrupt reset handler mainni chaqiradi. Main degan funksiyani chaqiradi. Biz bilamizki, ko'pchilik bilsa kerak, main ichida biz asosiy ishimiz maindan boshlanadi. Uning ichida agar super loop bo'lishi mumkin. Super loopda o'zimiz ishimizni bajarish boshlanadi. Xo'sh. Shu bilan interruptga bo'lgan introductionimiz tugadi. Shu yerda endi bir ikkita savollar tug'ilishi mumkin. Shu savollarga ham javob berib o'tib ketsangiz. Xo'p, interrupt vector table masalasi nima uchun kerak bizga va mana bu siz tushuntirgan joyingizda protsessor interruptga chalg'iydi, u yerda service routine bo'ladi, service routinega borib ishini bajaradi-yu, yana qaytib kelib davom ettiradi, to'g'rimi? Xo'p, shu joyda interrupt vector table'ni roli qanaqa? Shu joyini tushuntirib bersangiz. Juda ham qiziq savol bo'ldi. Xo'sh, muhim savol xo'sh. Interrupt keldi, to'g'rimi? Interruptni o'zini qandaydir ID'si bo'ladi. Kelganda bu interrupt ID'sidan u
qaraydi vektor tabledan qaysi ID ga to'g'ri keladi. Masalan, resetga masalan 1 bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shu ID ga qarab qaysi interaktivligini aniqlab oladi va shu ID dan function pointer oladi va shu function pointer orqali funksiyaga chiqaradi va shu funksiyani ishini bajaradi. Ha. Xo'sh, vector table nimaga kerak degan savolga javob bersak. Xo'sh, vector table'da o'zi bu programmamizni compile qilganimizda bu compiler binary faylda eng yuqori nuqtasi bo'ladi. Ya'ni masalan, bu 0 dan boshlanadi. 0 dan masalan 2 kilobaytlik program yozgan bo'lsak, bu vector table'imiz 0 dan boshlanadi. 0 dan boshlanadi. Shunda birinchi programmani biz mikrokontrollerimizga flash qilganimizda, ya'ni ko'chirganimizda shu biz bergan programmani boshlaganda u birinchi bo'lib shuni ko'radi, vector table'ni ko'radi. Vector table'ni ko'radi. Birinchi bo'lgan stack pointer va reset handle'larni oladi va ishini davom ettiradi. Xo'sh, keyin hop shu Hozircha shu. Demak, bugun gaplashganimiz interrupt mavzusi, ISR, ya'ni interrupt service routine va vector table'larimiz bo'ldi. Bahromiddinga kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Kanalga podpiska bo'linglar, obuna bo'linglar va like, video, komment yozinglar. savollar bo'lsa kommentga yozinglar. Videomiz juda ham bu yoqdan olib qo'ydik. To'liq structure bo'lmagan bo'lsa, bu yana juda ham ko'p savollar tug'ilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bemalol savollarga Albatta. Albatta savollar bo'lsa yozib qoldiringlar. Sizlar bilan hali yana uchrashamiz. Assalomu alaykum.